iltimos negativ gapiradigan insonlar sal yozishdan oldin kommentariyaga o'ylab yozinglar. Faqat sizlar kommentariyaga kirib nimadir negativ gaplar yozishni bilasizlar-da. Ro'molni ishda unaqa bunaqa bu. Sizlar faqat kommentariyada shunaqa gapirsizlar. Hayotda yuzma-yuz bunaqa gapira olmaysizlar. Bular endi hayotdan o'tgan insonlar orqasida bunaqa gapirish shart emas. Orzu nima o'zim uchun bilaman. 2 yildan oshiq ishlashganmiz, birga kontentlar qilganmiz. O'zi yaxshi qiz, birovga ziyoni yo'q, yomon, qisqasi yomonlik qilmasdi birovga. Biz nima bo'ldi deganlarga zaprosni faqat bir xil savol, nima bo'ldi, nima qanday kasalmidi, nimamidi? Endi odam o'lishi bilmaydi, ertaga o'lishi mumkin, yoki bugun, yoki hozir, yoki 2 yildan keyin odam o'lib bilmaydi. O'lsa baxt qo'shib qo'yib o'tiraman. O siz blogingizni o'zim yuritaman, asallashdim. Avariya bo'ldi. Yo'l transport hodisasi. Endi bu yog'i Allohga yon, biz to'liq bilmaymiz nima bo'lganini. Zaprosim yana bitta savol beribdi hamma. Oldida kim bor edi? Kim u qiz? Yana bitta qiz bo'lgan ekan. O'zimiz singilcha, Madina degan singilcha, u komada edi. Hozir aloqaga chiqdik, o'zi komadan o'ziga kelibdi, ko'zini ochibdi. Yaxshi, Xudoga shukr ahvoli. Endi ketgan odamlar orqasida bunaqa negativ gapirib tashlamaylar sizlardan, iltimos. Sizlar faqat shu kommentariyada negativ qilsanglar, bilmadim sizlar xursand bo'lasizlarmi yo shunchagilarga pul kiradimi sizlar bilmayman, negativ bo'lmaylar, iltimos sizlardan.